sollanib oqayotgan mana shu anhor suvlari shoirlarga tuganmas ilhom baxsh etadi. Toshkent shahridagi shoirlar uyi etagidan oqib o'tadigan anhor bo'yida bugun Ishtixon ijod maktabining eng iste'dodli, umidli yosh shoiralardan biri Farishta Bonu Mahmudova mehmonimiz bo'lib turibdi. Farishta Bonu 3 Ildiz YouTube kanali uchun hozir eng yaxshi she'rlaringizdan birini kutyapmiz. Yurtga muhabbat. Bag'ri keng o'lkaning farzandlarimiz, ilm va ma'rifatni ko'zlaymiz faqat. Ulug' ajdodlarning dilbandlarimiz, qonimizda oqar yurtga muhabbat. Matonat bobida har eldan ortiq, kamtarlik Navoiy bobomdan tortiq. Jadidlari shahid yurtiga sodiq, qonimizda oqar yurtga muhabbat. Ijodingizga omad tilaymiz qizim. Iloyim, mana hozir siz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi 83-maktabda tahsil olyapsiz, ta'lim tarbiya olyapsiz. Kelgusida biz sizni mana shu Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakultetidek bir mo'tabar joylarda, ya'ni Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, O'tkir Hoshimovdek ustoz yozuvchi shoirlar tahsil olgan dargohda siz ham tahsil olib, kelgusida ulardan-da o'sha ijodning yuksak cho'qqalarini zabt etish nasib etsin. Ijodingizga omad tilaymiz.